Ozan jigitleri, mine bik eytteler. Sizni yaratmavchi qizlarda, kishilarda bor ekan. Anday bir bulayın bu dünyada. Lekin mine alar sizni yaratsın için narsa ishlarga kerak mine. Kimdan so'raymiz eng birinchi? Bizning jurlarni ko'proq tinglamoq kerak deb o'ylayman. Yok, yaratmaçılar arasında tenkitleşirler diye vitesiniz kiretanlar tenkitleşsinler. Tenkitlerge значит bizning tenkitlerlik işimiz var. Bunday birga siz ezirmisin mana yaratmovchilar. Illi siz endi gil yaratirog'ini tiyish deb o'ylaysizmi? Yo'q. Ilnat efendi deb Yo'q, aytayman. alay deb o'ylamaymiz. Agar tanqidlar ekan, demak biz durust yo'lda tanqid bo'larga tegish. Anday kishilar Xudoy taolo tomonidan nendaydir kimsatilgan kishilar bo'larga mumkin. Bu dunyoda yaratmovchilar bo'larga mumkin. Kishilarni yaratmovchi kishi bo'larga mumkin. Shunga ko'ra biz anday kishilarga bek mehribonlik qaraymiz. Biz boribizda yaxshi yigitlar, bizning ortadan deb pishroq ishlarda pishroq biz kishi o'tirib berganmi? Biz xalq için işleyimiz. Bizning Tatar milleti için, Tatar halkı için işleyimiz. Şuna göre Biz barısında yaratıyoruz. biz varsında yaratamiz. Ishimizni yaratib ishlaymiz. Mana siz bitini popüler türküm bu mümkün de. Lekin dünyada bo'lgan popüler türkümlerini siz öğrenesizmi? Oradan örnekler alasızmı? Mana nigalar popüler bo'lgan? Mesela aytik Beatles anda popüler bulup çıkkan bitinde Angliyadan. Albatta biz bek ko'p turli jurchilarni tinglaymiz, bek ko'p turli yangi turli jurlar tinglaymiz, turli stilda jurlar tinglaymiz. Albatta biz bitinde yoshlar Beatles biz bir kere atamiz. Beatles türkümü biz yigitler bilen birinchi kunlik o'yladik hali. Beatlesning turmush yo'li mana bizning turmush yo'limiz Beatlesning qanchon shunga ko'ra bizga qolmadi. Nechuk o'xshagan? Qaysi jiri? Shuni aytib ketdingiz hali. Mine qorasından hele. Olarda Bizler Tatar aytırlar. yigitlar. Dermanısız yaşayalım Bunların tula hisler bilen Cırmanısız yaşayalım Dermanı alanını koluma Dermanısız yaşayalım Bunların tula hisler bilen Cırmanısız yaşayalım Bunların tula hisler bilen Cırmanısız yaşayalım Doslarsız yaşayalım Qara sizni yaratuvchi qizlarga narsa deb aytasiz. Bakit dileyimiz. Yaratamiz Agar da ular aytsalar, bizni turmush qolg'izal desalar, Biremiz. Umr bo'yina aytamiz. Oylarını aynurga biremiz. shulaymi? Agar da ular aytsalar, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi xotin bo'lurga riza. Kelsinlarmi? Ilnat qo'shig'amiz uchinchi xotin bo'lib desalar. Men qo'ytam Asiga boramiz desalar. Baramiz o'rganib tugun. Men yok demeydim.